Hürmetli vatandaş leksiyalarımızı devamlaştırımız. Endiki mavzumunda. Mavzumuzun birinci islaş kimen 19. yıl 11. ayının 27. gün heptiki çarşamba. Endiki mavzumunda. Cungona musulmanlarını nezarband qilishni qandoq tashkillagiligi fosh qilingan materiallar oshkorlandi. Mavzuli xabar 11 ayning 16 kuni New York Vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Avtorlari bu xabarning Austin Ramsey hamda kechiringlar Chris Buckley. Bugün bu xabarning 8. qismini leksiya qilib so'zlaymiz, hurmatli vatandoshlar. Leksiyaning 8. qismi. Shunda O'rta Osiyoga singib kirdi dedi Xi Jinping. Suriya, Afg'oniston qatorliq joylarda amaliy urush bilan tarbiya ko'rgan Turkiston terrorist tashkilotining a'zolari balkim Xinjiangda zo'ravonlik harakatlarini qanot yaydirdi. Sobiq sekretar Hu Jintao 2009 yılı Ürümçi'de qo'zg'olon yuz berganda bostirish siyosatini qo'llandi. Lekin Hu Jintao mundaq ta'kidlagan edi. Iqtisodni taraqqiy qildirish oz sonli millatlar noroziligini hal qilishning yaxshi dorisi bu kompartiyaning uzun muddatlik siyosati bo'lishi lozim. Lekin Xi Jinping nutq so'zlaganda mundaq signal tarqatdi. Hu Jintaoning usuliga o'xshamaydigan usul qo'llanamiz. Bu yillarda Xinjiangning taraqqiyoti tez bo'ldi. Xalqning turmushi saviyasi yuqori ko'tarildi. Bölgünçilerin bölgünçilik faaliyetlari va zo'ravonlik harakatlari orqadan yuz berishga boshladi. O mundaq dedi. İqtisodning taraqqiyoti tabiiy holda uzun muddatlik amallik elib keladi degili bo'lmaydi. Xi Jinping mundaq dedi. Xinjiangning muqimligini kafolatga ega qilish uchun nihoyat zo'r ko'lamda nazorat qilish, axborot to'plash xizmatini qilishimiz kerak. Uyg'ur jamiyatida qarshilik ko'rsatuvchi kuchlarni tozalashimiz kerak. Xi Jinping mundaq dedi. Texnika bu hal qilish loyihasining bir qismiga aylanishi lozim. Bu demak Xinjiangda keng doiralik chiroy farqlantirish texnikasi yo'lga qo'yishdan va keyin texnikasini yo'lga qo'yishdan, shundoqla gen tekshirishni yo'lga qo'yishdan va uchurlarni uchurlarni sper ombiriga selish uchun sper ombiri qurishdan darakbar. Xi Jinping yana fosh qilib qo'yguchilarni ishlatish, ya'ni o degani o'zaro fosh qilguchilarni ishlatish va ularni tashkillash planini o'ttirib qo'ydi. Hamda amaldorlarning Amerikaning sentabr voqeasi 11 sentabr voqeasida qanday bir taraf qilish choralarini tadqiq qilishga da'vat qildi. Xi Jinping mundaq dedi. Amerika o'xshash jungomo davlat qurollarini davlat bexatarligini qo'g'dashda muhim manbai qilish kerak. Xalq urushi qilish biz kommunistlarning yaxshi bir o'yini bo'lishi kerak. Tashkillangan xizmatni qilishga moyil bo'lishimiz lozim. Mushu nutqlarda Xi Jinpingning ko'zda tutqani bugun Xinjiangda bostirishning yadrosiga aylangan jazo lagerlarining birdan-bir bishorat bergani Xinjiangda turmalarda eng kaskin iddiy tarbiya elib berishni qo'llash bo'ldi. Jinoyatchilarni tarbiyalash, o'zgartirish xizmatlarini yaxshi ishlashimiz lozim dedi u. Janubiy Xinjiangni ko'zdan kechirganda. Bularni kelgusida turmadan qo'yib bergandimi, ularga xizmat ishlashni davomlashtirishimiz kerak.
Bir neçe ay ötkendiğin keyin Şinjan'ın her kaysı joylarida jazalash lageri qurilishga başladı. Reis Xi Jinping şularni so'zlab bo'lgandan keyin qurilishga başladı. Dastlabda hammasi digida kichik aslahalar edi. Bir qatimda bir necha 10 nafar yoki bir necha 100 nafar Uyg'urlarni qamiyalaydi. Nazarband qilalaydi. Tarbiyalash ularning islom dinidan voz kechib, Kompartiyaga sodiq bo'lishini, Kompartiyaga tashakkur aytishni qo'lga keltirishni maqsad qiladi. Keyin hukumat 2016-yil 8-oyda Chinchuango ismli qattiq qo'l bir kishini Tibetdan Xinjiangga yetkazib keldi. Bir necha hafta o'tgandan keyin Chinchuango yerli kadrlarni yig'ib to'plab Xi Jinpingning ko'rsatmasini nishon qilib, qayta tarbiyalashni davr qilib, Xi Jinpingning so'zlagan so'zlarini Xinjiang xizmatini yaxshi ishlashga nishon ko'rsatib berdi, dedi. Onunla ulapla yeni bexatarlik, tizginlash tadbirleri kengaytishga, jazo lagerlarini kengaytib qurishni boshladi. Zo'ravonlar qarshi urush uzun muddatlik urush. Bunun bir meydan qattiq urush ko'pchilik Chinchuango 2017-yil 10-oyda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni rahbarlariga nutq so'zlaganda shunday dedi. Bostirish güya Xinjiangda zo'ravonlik va parakanda qilishlarni cheklagandek bo'ldi. Lekin mutaxassislar ogohlantirib mundaq dedi. Chekidan oshgan bexatarlik tadbirlari va zo'r ko'lamlik nazarband qilishlar o'chmanlik va adovat paydo qilib, eng oxiri texmi ig'ir va texmi qattiq millatlar to'qinishi paydo qiladi. Yuqorqilik vatandoshlar, biz sizlarga davomli anlatayotgan 11-oyning 16-kun New York Vaqt gazetida e'lon qilingan Xinjiangdagi jazo lagerlarining fosh qilish materialining 8-qismi.